Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan Qoraqalpog'istonda istiqomat qiluvchi ehtiyojmand, kam ta'minlangan oilalardagi bemor bolalarga konsultativ va ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida navbatdagi ezgulik manzili ijtimoiy tibbiy aksiyasi o'tkazildi. Unga poytaxtimizdagi yetakchi klinika va markazlarning tajribali mutaxassislari jalb etilgan. Qoraqalpog'istonda bir hafta mobaynida o'tkaziladigan aksiya davomida 740 ga yaqin bemor bolalar va ularning ota-onalari tashrif buyurishdi. Birinchi bosqichda barcha bolalar chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Shifokorlarning tavsiya va xulosalari asosida ayrim bolalarga shu yerning o'zida 120 nafar bolada, jumladan 8 nafarida plastik, 20 nafarida oftalmologik, 21 nafarida urologik, 64 nafarida lor va boshqa kasalliklar bo'yicha operatsiya amaliyotlari va mahorat darslari o'tkazildi. Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasi bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi bilan birgalikda Qoraqalpog'iston Respublikasiga keldik. Bu yerda uzoq o'lkalarda yashovchi, kam ta'minlangan, qiyin ahvolda yashovchi oilalarni, bolalarni ko'rishga keldik. Bu yerda biz bilan birgalikda pediatr, glaznoy vrach, keyin lor vrachimiz, shu bilan birgalikda bizda anesteziyologlarimiz kelgan, anesteziolog agar operatsiya bo'ladigan bo'lsa shu yerda qiladi. Undan tashqari yana bizda kardioxirurglarimiz kelgan, travmatolog kelgan, plastik xirurg kelgan. O'shalar hammasi birgalikda kelib ko'rib, ham ko'rik o'tkazamiz, ham operatsiya qilamiz. Bu yerda qilinmaydigan operatsiyalar bo'ladigan bo'lsa, Toshkentga olib borib klinikada shu fond mablag' to'lagan holda o'sha operatsiyalarni hammasini Toshkentda o'tkazamiz. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan bu kabi aksiyalar respublikamiz bo'ylab muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda. O'tgan yillar mobaynida o'tkazilgan tibbiy aksiyalar davomida qariyb 7000 nafardan ortiq bolalar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Ular shu yerning o'zida operatsiya qilinib, reabilitatsiya qilish chora-tadbirlari uyushgan tarzda respublika va mahalliy shifokorlar ishtirokida amalga oshirildi. Balam 3 yoshda, gipospatiya diagnozi bor. Tug'ilgani beri 4 oylikdan boshlab Azamat Begaliyevga kelib yuribman. Balang yoshi yetmaydi, operatsiyaga 3 yoshgacha kim kutesang deb, so operatsiyasini kutdik. Biroq menga Toshkentga borasan deb aytdi. Kishi balamni operatsiyaga oldi. Balam жағдайы yaxshi. Operatsiyadan yaxshi chiqdi. Bu kishi istagan birinchi bosqichda o'tdi. Endi Xudo xolisa 6 oydan keyin ikkinchi bosqichni ishlab beradi. Mazkur aksiyadan ko'zlangan asosiy maqsad jamg'armaning tibbiy dasturlariga asosan og'ir tashxisli bemor bolalarni davolash, bepul dori-darmon vositalari bilan ta'minlash, ular salomatligini muntazam tiklab borish, pirovardida operatsiya qilinishga zarur bo'lgan bemor bolalarda murakkab operatsiya amaliyotlarini o'tkazishdan iborat.